Eng sara badiiy asarlar to'plami. Sirli qotillik qissasi. Qotillik mudhish jinoyat. Hatto qurbon axloqsiz va subutsiz kimsa bo'lsa ham. O'zga inson hayotiga qasd qilgan kishi esa jamiyatning nafratiga sazovordir. Qotillik tamg'asi shu qadar og'ir yukki, u kishini hayotining bor quvonchidan masuvo etadi. Nemis adibi William Rabbi qalamiga mansub Sirli qotillik qissasi asarda kitobxon qotillikda gumon qilingan kishining mana shunday baxtsizliklariga guvoh bo'ldi. Qizil Xandaqning marhum xo'jayini butun umr jamiyat nafratini his etib, tanholikda yashadi. Xo'sh, aslida ham jinoyatni u amalga oshirgan edimi? Har holda rad etib bo'lmas ikki dalil odamlarni shunday gumonga boshlar edi. Qotil aslida kim edi? Bu qasddan rejalashtirilgan qotillik edimi yoki baxtsiz tasodifmi? Nega? Qizil Xandaqning yangi xo'jayini asl qotilning iqrorini tinglagan bo'lsa-da, marhum qaynotasi sha'niga yog'ilgan tuhmatni bartaraf etishni uzoq yillar paysalga solib keldi. Kitobxon mazkur savollar javobini asarda mutolaa etish jarayonida anglab oladi. Ushbu qissa xalq tomonidan saxovat peshalarining 4 xil nomi bilan atalgan. Biroq na hukmdorlar yozishmalari, na donishmandlar kitoblarida qayd etilgan va xotirasi unut bo'lgan Virta haqida.